Ал енді Өзбекстан елінен келген Сайора ханым, өзіңізге сұрақ қоя кетсем, қолөнершілердің орталықтың негізгі мақсаты қандай? Assalomu alaykum. Hozirgi kunda bizada muhtaram prezidentimiz yoshlarga, xotin-qizlarga bir necha imkoniyatlar berib kelmoqdalar. Ularni qo'llab-quvvatlab, har bir sohada, ta'lim sohasida, sport sohasida ham juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqdalar muhtaram prezidentimiz. Bugungi kunda yoshlar o'rtasida ham jahon chempionatlariga chiqib, O'zbekistonning yoshlari jahonni tanitmoqda o'zlarini. Bundan tashqari xotin-qizlarga ham juda katta imkoniyatlar yaratib berib kelmoqdalar. Xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ularga banklar orqali imtiyozli kreditlar berib kelmoqdalar. Soliq tomonidan ularning tadbirkorligini yo'naltirish uchun, o'sha ishsiz bo'lgan uyda o'tirgan xotin-qizlarning bandligini ta'minlash uchun bir necha kasb-hunarga bepul o'qitilib kelmoqda. Oliy Majlis jamoat fondidagi tashkilot ham bu loyihalarda tashabbusi bilan xotin-qizlarni tadbirkorlikka o'qitib, ularning bandligini ta'minlab, hozirgi kunda xalqaro darajadagi ayollarimiz o'z mahsulotlarini sotuvini yo'lga qo'yganmiz. Buni misol tariqasida Fransiya shahrida ochilgan hozirgi milliy savdo uyimizda O'zbekistonning barcha hududlaridagi tadbirkor ayollar mahsulotlarini sotuvi yo'lga qo'yildi. Bunda oilaviy daromadga, har bir ayolning oilaviy daromadi yaxshilanadi, moliyaviy ahvoli yaxshilanadi, o'zini ustida yana ishlab, yana yuqori darajalarga intilishga harakat qilib kelmoqda. Buning uchun biz muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz. Bunaqa forumlar hozir Qozog'istonda o'tkazayotgan, mana shu Taraz shahrida o'tkazayotgan forumlar o'zimizning milliyligimizni, o'zimizning madaniyatimizni, o'zimizning har bir davlatning o'zining tarixini yana jahonga tanishish uchun bu katta imkoniyatlar. Bunaqa forumlar yana ko'proq bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. O'sha ayollarimiz har tomonlama forumlarda qatnashib, o'ziga yaxshi nima deydi, hamkorlar topishda yaxshi imkoniyatlar bo'ladigan umiddamiz. Ya'ni madaniyat sohasi, tarix sohasi жоғары деңгейде дамуда. Тамаша. Әйелдерді қолдау бағытында qanday жобалар жүзеге асуда? Ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha har xil grant loyihalari, subsidiyalar, imtiyozli o'sha banklar tomonidan berilayotgan kreditlar ajratilib kelmoqda. Ular Oliy Majlis misolida ham yana qaytarib o'taman. Oliy Majlis jamoat fondi tashabbusi bilan hozirgi kunda xotin-qizlar o'sha kasb-hunarga o'qitilyapti, ham bandligi ta'minlanib, ularni oilaviy daromadi yanada yuksalishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Xotin-qizlarimiz bugungi kunda har bir xotin-qiz o'zining ishlab chiqaradigan mahsulotini, o'sha u hunarmandchilik sohasida bo'lsin yoki o'sha tadbirkorlik yo'nalishining barcha jabhalarida bo'lsin, ularga juda katta imkoniyatlar berilgan, o'sha soliq tomonidan ancha imtiyozlar berilgan, o'sha bank tomonidan ham bir necha imtiyozlar berilgan. Ulardan to'g'ri foydalanib, ularni biz to'g'ri yo'naltirib, ularni o'sha mahsulotlarini offlayn hamda onlayn savdolarni yo'lga qo'yishda o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Тамаша. Indira ханым,